Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zaman bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi berdik, mol dedi berdik, berdi dedi berdik. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan kulfat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulfat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltik tugaydi. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. Tayoq zarbidan ot bir ishga yulqinib o'g'loqning Qamirdin bilan qo'shib ot ustidan yulib oldi. Sababi Qamirdinning egarining tortmasi kuchga chidashlik berolmay uzilib ketib, u egar bilan billa o'rilib tushgan edi. Bu vaqtda to'p ichidan Nasir Oxunni maqtagan ovozlar ko'tarildi. Polvon da bu. O'g'il bola, seni topgan otangga rahmat. Bu so'zlari Qamirdinga nihoyatda qattiq tegdi-da, ichida xat dedi. U otni qaytadan egarlab, alam va g'azab ichida o'g'loq tortishayotgan to'pqa yana yetib bordi. O'g'loq texichilar Nasir Oxunda edi. Uning yetib berishiga Nasir Oxun o'g'loqni elib to'pdan uzilib chiqdi. Qamirdin keyindan yugurib eti bilan yetib berib, o'g'loqqa qo'l soldi. Bo'lmadi. Bu ish Qamirdinga texmo har kelishga boshladi. Ichti titildab, gurallari ko'pdi. U g'azab bilan "Sen xumpardan tortib olmaydigan bo'lsan" dedi. Bu gapni anglagan Nasir Oxunning g'azabi o'rladi. Nima deysan, xumpar do'g'daq? Hozirla otning ustidan og'dirilib ketgan edim. Endi chayinlaydamsan. Nasir Oxun o'g'loqni elib to'pning ichidan bo'sib chiqib ketdi. Mahallaga yaqin borganda Qamirdin yetib berib, alamga chidamay qamchi bilan uning dumbisiga ikkini soldi. Keyniga burilib qarab, Qamirdinni ko'rgan Nasir Oxunning birdilla g'azabi o'rildi-da, etining tizginini tortib burilib kelganicha Qamirdinning dumbisiga kuchinib ikki qamchi silib, uni yerga do'miltatdi. Orqadan yetib kelgan o'g'loqchilar Qamirdinning to'piga melinib yotgan qiyofatiga tantana qilishgandek birdan-bila qiyoqas cho'qan ko'tirishdi. "Yaraysan Nasir, yaraysan! Ajab joyilding bu do'g'doqni." Bu so'zlar Qamirdinning yuragiga mixdaq qadaldi. U o'rnidan turib etiga mingan bo'lsa-mu, lekin Nasir Oxunning keyindan qo'g'lashga jur'at qila olmadi. Shuncha ko'pchilik ichida kulkiga qilib, texmi o'sal holga tushib qolgani nihoyatda alam qildi. "Nasir, bir qo'shiq qanimni ishmisam, otamning bolasi bo'lmay ketay", dedi u ichida. Va o'g'liqni teqimdab mahallaga uchqandek chepib ketib borgan Nasir Oxunga ko'zlarini chekchaytib qarab qoldi. Maslahat shu bo'ldi. Qo'llar chayqalib, dasturxon ustiga surlangan go'sht besilgan bir tovoq polo qo'yildi. Tomoqdan keyin ishkisi yondi. Ko'chaga chiqqanda Qamirdin o'zining andisini yo'shira olmadi. "Adash, mening kuchim yetdi. Falak o'ngga tortib qolsa, ish bitdi vassalam. Mubada elishga to'g'ri kelib qolsa, men yolg'izlik qilib qolarman mekin. Boya boyning oldida shundoq desam bo'lmasmidi?" dedi Mansur mengishdan to'xtab. "Hay, petinammidim. Qo'rqma, ko'z qo'riqqa qo'l botur degan gap bor. Shundaqdimi, mana bir odam yondimisanglar bo'lmaydigandek turdi. Ishning puxta bo'lgani yaxshi. Undaq bo'lsa,
bizning Oyibni yonda soqqandaq. Oyib, u unami? Unamay nagi boratdi? Malay degan bir qo'l. Nima desam, xo'p deydi. Mundaq bo'lsa, menmi yuraklik ish qilaman-da. Bo'ldi, sen ketiyva. Men boy bilan yana bir masala ish ko'ray. Mansur Ahtam boyning qo'rosiga yana kirdi-da, Qamariddin bilan bo'lingan gap so'zlarni to'liq bayon qildi. Ahtam boy o'ylanib turib mundaq dedi. Qamariddinning ansirishimi o'rinliq. Ishning puxta bo'lgani yaxshi. Biroq, sening o moliyang qandaqroq narsa? Og'zi mahkammi? Yuraksizlik qilmasmi? Bu ishni obdan o'ylanish kerak. Mayli, kimga aytmagan, u ma'qul deydigan kishi bo'lishi kerak. Agar unimay turib olsa, algi yeyilib ketadigan ish chiqadi. Baya mening sagak bo'lish kerak deganim musha edi. Uningdan xotirjam bo'lsalar, u mening so'zimni olmay qo'ymaydi. Eng muhimi, Oyibning Nasirga o'chmanligi bor. Hattalli. Bunisi joyida ekan. Bab odamni tanlabsan. Oyibning Nasir Oxunga haqiqatan o'chmanligi bor edi. Bu ish mundaq bo'lgan. Bir kuni kechasi Mansur Moliy Oyibni suv tutishga etizga chiqarib etib, al qattiq uyquga ketganda uning uyiga tevish chiqarmay kirib ketdi. Oyibning chiroyli xotini Selimxon havo dimiq bo'lg'achqa eshik derizlarni echib etib uxlab qolgan ekan. Nafsi taqildab ketgan Mansur o'milab borganicha uningga o'zini etibdi. Selimxon bastimu tiniqimu Oyibga o'xshamagan yot bir odamning qo'lida tipirlab, "Voy o'g'ri, mana o'g'ri" deb qattiq varqirabdi. Oliqzodalikka tushgan Mansur ilojsiz qechib chiqib ketibdi. Selimxonning g'azablik ovozidan qo'lim qo'shnilar uyg'onib ketibdi-da, bu ishga hayron bo'lishib, "Va, o'g'ri mol dunyosi bor boyning uyiga kirmay, gadoyning uyiga kirganda qiziq-ku. Shuning qaraganda bu odam o'g'risi o'xshaydi" deyishibdi. Aytsa Mansur, "Oqshom kechda Nasiraxon musha tarafda temsiqlab yuratdi. Shuning ishida bu" degan gapni yeyitibdi. Oyib tushga yaqin uyga qaytib kelib, bo'lingan ishlarni Selimxondan o'qibdi. U o'zimi kishilardan "Oqshom uyga kirgan Nasiraxon o'xshaydi" degan gapni anglab kelgan ekan. G'azabi o'rlab ketgan Oyib, "Men hozir berib Nasirni chanoyman" deb varqirabdi. Selimxon, "Sarang bo'p qoldilami? Nasiraxon akam undaq sharmanda ishni qilatdimi? Bu ishni yomon niyat bilan u odamga do'ngavatganlar bordu. Nasiraxonni qop-qorasiga chanatdilarmi?" Shuning bilan Oyib ishkilinib qopdi. Garchi u Nasiraxonni chanash niyatidan yongan bo'lsa-mu, shu ishdan keyin yuragida o'chmanlikka saqlanib qolgan edi. Mahallaning to'yinidagi bo'z yerlarning dehqonlarga bo'lib berildiganligi to'g'risidagi yaxshi gaplar tarqalib yurgan shu kunlarda Qamariddin bilan Oyib Nasir Oxunni ko'zdan yo'qotishning ko'yiga tushgan edi. Lekin uni qanday yo'qotish kerak, qanday qilib iz qoldirmaslik kerak? Ular mana bu xufiyona ishning paytini izlab halak edi. Qamariddin oxir amal topdi. U Nasir Oxunni o'z hovlisida joylab etishni Oyib bilan maslahat qilishdi. 2 oyning oxirgi qorong'u kechalarining birida Nasir Oxun xuftan namoziga masjidga mongandan keyin Qamariddin bilan Oyib uning eg'iliga yushirindi. "Men bo'lganda, yanmaydi-ku. Elqi imom vazxonlik qilib, azmisini ezib o'ltirganmikin tayinliq" dedi Qamariddin. Mana, oyoq tevishi anglandi. Nasir Oxun namozdan qaytib uyga kirib ketdi. Quloqlar dim edi. Surlik bir jimjitlik hukm suratdi. Nasir Oxun uydan chiqib, bir bog' bedini ko'tarib, eg'ilga kirib keldi-da, uni ot o'qurining ichiga soldi. Qamariddin o'zini daldiga olgan joydan shapsiz qo'pib, qo'lidagi katmanning juldisi bilan kuchinib turib, Nasir Oxunning beshiga urdi. Go'yo egiz terak qaraslab yiqilgandek eg'il ichi dirildab, ot urkib ketdi va egisiga sig'inib tipirlab qattiq kishnidi. Qamariddin bilan Oyib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsiz chiqqan o'pir-to'pirni anglab, aloqzada bo'lib uydan chiqqan Gulpamxon erini eg'il ichidan qonga melinib, tishlarini kirishtirib, o'ngdisiga sunaylib yotgan yeridan topdi
va dod faryod ko'tardi. Nodir apandi dadasini yig'li qaqshab yerligiga qo'ydi. Lekin Nosirning fojialik o'limi kishilarga sir bo'lib qoldi. Nodirning qo'li qisqa. Shunga dadasining o'limi nazir chiriqi uchun ot harvisi bilan yeri qo'lidan chiqib ketdi. Nosir oxun tunji o'g'li Nodirni bor yo'qiga qaramay o'qitgan. Nodir 6 yillik maktabni tugatgandan keyin 1 yillik o'qituvchilar yetishtirish kursida o'qib, yezidagi rayon markazlarining birida tunji echilgan boshlang'ich maktabga o'qituvchi bo'lib chiqdi. O'qituvchi bo'lib ishlab yurgan kunlarda dadasi uni o'ylab qo'ydi. Mana shuning bilan Nodir shu yerlik bo'lib qoldi. Lekin uning gimnaziya o'qituvchilari bilan munosabati qo'yiq bo'lib, shaharga pat-pat kirib turadi va ular bilan ejil inoq o'tadi. Jamoatchilik ichida Nosir oxunning o'limi to'g'risida har xil gap, gumonlar bo'lindi. Hay, rahmat, yaxshi odam edi. Kambag'allarning yig'isini yig'lab o'tadi. Ha, bu ish Shangyo'larning ishimikin deyman. Bo'lingan gaplar buningdan neriga o'tmadi. 7 nazariga kelguchilardan ba'zilar Nodirni bir chetga tortib, Shangyo bilan 55 ustidagi gumonni asos qilib, "Apandim, siz o'qigan odam, ishning yo'lini bilasiz. Hukumatga arz qilib baqsangiz bo'lmamdi. Qarab turib, mushundaq bo'lib ketami?" dedi. Nodir: "Bizdagilarning holiga yetish hukumatimizning tushigimi kirmaydi. Bu bizning beshimizga tushayotgan kulpat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulpat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Hammani o'zi qilib olsa, o'g'o shundaq. Biroq odamning ichi echishi ekan. Bak vabal bo'ldi-ku sizlarga. Eng yaxshisi, mundaq ishlarni al-yurtga tunutish kerak. Hamma nohaq ishlarning chavisini yeyish kerak. Xalq hamma nohaq ishlarning tegi-taktini bilsa edi." Nodir apandi dadasining sirliq o'limi to'g'risida Shangyo bilan 55 yil gumon qilib qolmadi. Uning kaynida yo'lak bo'lib turgan Axtamboy deb o'yladi va Axtamboyning yo'laksi borligini jazmlashtirdi. Shunda qilib Nodir apandi dadasi o'lib 10-kuni murda chiqqan bu sirlik uyda opisi bilan Nodamni yolg'iz qoldirishga majbur bo'lib, o'qituvchilik ishiga ishlayotgan yesiga yurib ketdi. Shu mezgilda yezida mundaq bir voqea bo'lib o'tdi. Axtamboy shahardan mehmon chaqirib, hashamatlik beg'ida katta ziyofat o'tkazdi. Ziyofatga shahardan hokimlar, harbiy amaldorlar, cho'ng boylar, paytullarga tushib chiqishdi. Ziyofat boyning yangi bitgan shipongida tantanalik holda davomlashyotdi. Ko'tirib silingan shipongda kerilib o'tirgan harbiy amaldorning biri qo'liga qadahni elib, boyning bu marhamatiga minnatdorlik bildirib so'zlamoqchi bo'lib, o'rnidan turgan edi. Ko'zi birdilla boyning beg'ida cho'nak o'tab qaytgan bir qizga tushib qoldi-da, deydigan so'zlarini unutib, bog'dan tog'dan so'zlab qo'yib, shipongdan tushdi. Bog'da qizni yenib ko'rolmadi. Oylanib ko'chaga chiqdi. Ikki qo'lini kayniga tutib, tor ko'chaga kirganda, qiz yanglib ko'tirib bir hovlidan chiqib qoldi. Harbiy amaldor qizning mo'ysida qalin kirpiklariga, yenib turgan o'tliq ko'zlariga, onardek qip-qizil mang'izlarga sapsilib qarab, turgan o'rnida turib qoldi. Harbiy amaldor qaytib kirib, Axtamboyni chetga tortib, u qizni surishtirdi. U qiz bir kambag'alning qizi, ismi Tulunay. Uni yaqinda ota-onasi yo'q bir yetim bolaga bermoqchi. Chini ishkizib qo'ygan, dedi boy ko'zlarini chimchiqlatib. Chini qaytirib versin, qizni men olaman. Bu ishga o'zingiz bosh bo'lasiz. Boy ishkilinib qoldi. Siz bizga ishonchli odam. Bu ishga kuch chiqarib, xizmat ko'rsating. Qolganini o'zimiz bilamiz. Boy bu ishdan bosh tortishning o'ziga yaxshi oqibat keltirmaydiganligini, hukumat odamlarni norozi qilib qo'ysa, nurg'un ishlarining oqmaydiganligini o'yladi-da. Bo'ladi. Janoblarning xizmati uchun qo'limiz ko'ksimizda. Axtamboy qizning oilasiga 2 qitim kirdi. 2-chi qitimda qizning dadasi g'azab bilan: "Bu nima degan zo'rliq? Oshdi deb berdik.
Mal dedi bəduq, dedi bəduq. Əmdi qızımızı soram diken, qızını alıman dese bizni etib etib alsın. Bu işten xabar topgan amaldor yurt mo'tavarlaridan bir kishiga yana bir amaldarni qo'shib yezig'i chiqardi. To'lin oyning ota-onasiga yumshoq gap qilib, so'zini oqtira olmagan elchi: "Ba'sangmi bersan, ba'misangmi bersan. Bu qo'lga kelgan omadning qadrini bilmaydigan gadaylar. Texi qizingni ikki qo'llab tutishning o'rniga ba'mayman degan so'z og'zingga qandoq keldi? Ba'misang, hammang suloq kirib o'lasan. Hukumatning sendek chipranlarga kuchi yetmamda." To'lin oyning to'yi bo'ladigan bo'ldi. Harbiy amaldor 3 kishi bilan ishki paytunga tushib mahallaga chiqdi. Bu qizni elib ketadigan nikoh kuni edi. To'lin oyning oshiqi 10 necha do'stlari bilan to'y bo'layotgan qo'rug'i besib kirib, harbiy amaldorga pichoq silib o'ldirib, qizni elib qochib ketdi. Yigit bilan To'lin oyni qo'g'ilgan 3 cherik cho'ng qora suvning Chalinqul mahallasidan eshib, Mingmaral tog'lariga amdili yamashgan bir jup yoshga qartib o'q otdi. Yigit o'q tegishi bilan cho'nqur g'ulg'u g'ulab tushdi. Qiz voy dapli hushidan ketdi. Qo'li bog'lanib elib kelingan To'lin oy oq o'stanga kelganda o'zini suvga tashlab o'lib oldi. Mana bu fojia yezining azobli tarixida unutilmaydigan yana bir bet bo'lib qoldi. Nodir apandining bir necha kundan beri yurak bag'rining do'lqinlishi hargiz sababsiz emas edi. O'z atrofida yuz berayotgan voqealar, hodisalar, to'kilgan ochiq yoshlar, chechilgan qonlar, turilgan mushlar uni nurg'un ishlarni qilishga, zo'rliqlarni, hasrat nadomatlarni yezishga elib kelayotdi. U dadasining sirliq o'limi, yigit bilan To'lin oyning fojiasi va ko'rgan anglagan voqealarni bir yerga jamlaganda uning do'lqinlab, hayajonlangan qalbida bir musiqalik sahna asri tizilib bo'ldi. Yolqinliq yurakdan urg'ib chiqqan so'zlar bilan 5 pardalik qonliq yoshlar dunyoga keldi. Qonliq yoshlar nomli sahna kitobini o'ynashga Nodir apandi o'zi yetakchilik qildi. Yezi sozandalari xalq naqshi musiqalaridan foydalanib muzikasini ishladi. O'qituvchilar, yuqori sinf o'quvchilari, kech kursga kelib o'qiyotgan yezi yoshlaridan tashkillangan 28 kishi rollarga bo'lindi. Shunda qilib bir oylik qizg'in tayyorlikdan keyin Cho'lpon maktabi oddiy qilib yozgan sahnaga qonliq yoshlar chiqdi. Qonliq yoshlarning sahnaga chiqishi yezida xeyli odamlarning ko'zini ochdi. Yezida o'yinni ko'rmagan odam oz qoldi. Bo'la emas. Eg'izdan eg'izga o'tib tarqalgan xabar nihoyatda zo'r qiziqish paydo qilib, qo'shni yezilardan mu turkum-turkumlab odamlar kelib, o'yinni ko'rishga boshladi. O'yinni ko'rgichilar uni o'z hayotiga, atrofida yuz berayotgan ishlarga qiyos qilishdi. Biroq o'yin qizg'in qo'yilayotgan vaqtda yurt cho'nglari, o'lima mo'tavarlari muduy qopdi. O'yinni qo'ymaslik to'g'risida Nodir apandiga avval taklif berdi, nasihat qildi, keyin do'q qildi, qo'rqitdi, devayladi. Ammo qonliq yoshlar sahnadan tushmadi. Ish mundoq ketaversa, bizga mo cho'ng baloyi obat keladigan bo'ldi. Buni vaqtida tunjuqtirib o'tish kerak. deb hisoblagan rayon tavasidagi Hasan Mingbegi, Aqtamboy boshliq kishilar oxiri shahar hokimiga 5 kishi qo'l qo'ygan bir parcha xat yozdi. Kishini g'azablantirdigani shuki, bu sahna o'yinda yurt kotilari, obro'li odamlar, hukumat xizmatini bajondil ishlayotgan hukumat amaldorlarini xiyonatchi, parxo'r, xalqqa zo'rlik qilguvchi, bosqinchi, hatto o'zi qilgan askirliklarni taqtatmasdan boshqalarga dongab qo'yg'uchi hiylagar qilib ko'rsatgan. Xatni elib kirgichiga hokim sovuq yeyib mundaq degan. Bu fitna fasoddan bizning xabarimiz bor. Texi hukumat amaldorlari gunohsiz kishilarni o'ltirguchi qotil deb xalq ichiga qutrat qilib urug'ini chechibdi. Yezilg'inning hammasi to'qib chiqarilgan ig'volar ekan. Hukumat mundaq buzuqlarni hargiz bosh qo'yatmaydi. Unda qutrat qilib qilguvchilarning jazman adabi berildi. Bu kechiktiradigan ish emas.
sizlar xotirjam bo'linglar. Ayol qilmay, odam chiqatimiz. Eliqi to'lin oyna ololmay o'lgan ofitserning qotillarining biri deb ko'rsatilgan Nodirni tutish uchun 2 kundan keyin 3 qurolliq cherik mahallaga kechida yetib chiqdi. Bu chaqda qonliq yoshlar sahnada 12-qitim qo'yilayotdi. Ular o'yin tugab al-qattiq uyquga ketganda Nodir apandining uyiga bostirib kirib, uning put-qo'lini bog'lab shaharga akirib ketdi. Mana shuning bilan Nodirning qonliq, ammo texmi jangovar kunlari boshlandi. Nodirni turmaga elib kirgan kunning oqshimisila uni nihoyatda qattiq urib, hushsiz qilib tashlavatdi. 3 kun o'tgandan keyin uni so'roq qilishga elib chiqdi. Tarini turib, kayniga yo'linib o'tirgan so'roqchi sahna kitobining qo'l yozmasini purlashtirib tutqunicha pulanlatib turib, "Xo'sh, yozuvchi afandi, bu ig'voni to'qib chiqishga sizni nima majbur qildi?" dedi Nodirga ko'zini qattiq tikib turib. "Amaldorlarning jinoyati. Amaldorlarimizning sizning oldingizda jinoyati bormi-ekan?" "Shundoq so'roqchi afandi, amaldorlaringizning xalqning oldidagi jinoyati tog'dak turibdi. Men uni qo'lingizda turgan kitobimda yozgan." "Xo'p, ma'qul. Buni yozishdagi maqsadingiz bu noyati aniq. Amaldorlaringizning jinoyatini fosh qilish. Buning bilan nima maqsadga yetmoqchi bo'lasiz? Xalqqa jinoyatchini tunishtirmoqchi, jazolatqizmoqchi. Kimga? Xalqqa. Hayvon, hammang hayvon." So'roqchi o'rnidan turib ketdi. U yoq bu yoqqa mengishga boshladi. "Rost deysiz, janobiy so'roqchi. Men hayvon. Biz hayvon. Sizning va siz vakillik qilayotgan hukumatingizning oldida biz hayvon. Xalqning kiyimini kiyib, oshnini yeb. Shu xalqni qilchi odam qatorida ko'maydiganlar bor. Bularni nima deyish kerak?" Nodir apandi so'roqchiga tikilib qaradi. So'roqchining qo'shonisi texmi turilib, ikki qishining quyruq tarafi lipildab ketdi. Bu uning ochiqining toza kelganligini bildiradi. Biroq ochiqini qanday qilib bo'lmasin besishi kerak edi. Chunki uning javob oladigan yana bir muhim nuqtasi bordi. U o'rniga kelib o'ltirdi-da, bir pas jim bo'lib qoldi. "Xo'sh, Tulun oyga o'ylanmoqchi bo'lgan bizning ofisimizni o'ltirishga sizlar qancha odam qatnashgan?" dedi u ikkinchi maqsadiga o'tib. Nodir uning maqsadini tushundida kuldi. "Men uningga qatnashmagan. Mana, siz hili men yolg'on aytishni yomon ko'raman degan edingiz-ku, apandim. Shundoq, yomon ko'raman. Yolg'onchilik bilan kishilarga tuhmat qilishni intoyin yomon ko'raman. Siz shu topda jinoiy javobgarlikdan qechiyapsiz-ku deyman. Men sizga shuni aytib qo'yay. U vaqtda men o'z yezamda yo'q. Agar bo'lgan bo'lsam, balki chat qolmagan bo'lardim. Siz mardonligingizdan chatlab ketib borsiz. O'g'il bola qilgan ishdan yonmaydi. Sizni shunchalik ishlarni qilishga o'rgatayotgan odam bor. Siz shuni aytib bersangizlar, gunohlaringiz yuyildi. O'yinni beqing. Ba'g'u deyman. Ba. Aytishga bo'la? Albatta bo'ladi. U kim u? Vijdonim. So'roqchining saprayi birdilla o'rlab, ustalni qattiq bir urdida o'zini tutolmay o'rnidan turib ketdi. "Sen kimingni ahmoq qilasan, ha? Men sening yuragingning cho'nligini ko'rib boqanchi qani?" dedi u yoqdan bu yoqqa mengib va oldida tik turgan ikki cherikka qarab, "Ochiqinglar buni!" deb varqirdi. Ikki cherik Nodirni dumbisidan ishtirib, jazolash, qiynash uyiga elib chiqib ketdi. Kecha kunduz uxlatmasdan so'roq qilish, o'z paylidan yondirish uchun ishlatilgan hiyla mikrlar, yog'lama gaplar, urush qiynash, esishlar qarqilmadi. Hatto u bir teri bir ustixon bo'lib qolgan chaqdimi, aytgan so'zidan, yozgan sahna asridan yonmadi. Nosir Oxunning fojialik o'limidan keyin uning tunji o'g'li Nodir apandining, ya'ni qonliq yoshlar abdurining taqdiri mana mushundoq oxirlashdi. Uning ayoli ochiq alam hasratida zor-zor qoqshab, sil bo'lib 3 oydan keyin olamdan o'tdi. Dard kelsa qo'shlab kelar degandek, bir necha oy ichida 3 o'limning kayni-kaynidan kelishi Gulpamxonning hushidan yo'qotgan odamdek qilib qo'ydi. Azobli xiyollar ich-ichidan yenish, o'tqa tushgan qildek to'lg'inish,
ochiq ko'z yoshlar uning yuzlarini sarg'aytib, mezgilsiz qo'riqlarni paydo qildi. Bellarini mukchaytdi. Kuch-quvvatidan ayirdi. Bu qandoq taqdirdir? Taqdir degan shuncha murahimsiz bo'lamdi. Odamlar dunyoga kelib shuncha xo'rliq, shafqatsizliklarni tortqicha dunyoga kelmasi bo'lmamdi. Ba'zilar dunyoga kelib rohat-farog'at ko'radi. Ba'zilar dunyoga kelib ochiq alamda to'lg'anadi. Hatto un-tinsiz hayotdan ko'z yumadi. Bu nima degan tangsizlik, ha? Nasir Oxunning beshiga ketmanning juldizi bilan urgan kim? Nodir apandi saqchixonaga sapsaqli kirib ketgan. U qandoqlarcha o'lib qoladi? Gulpam xonga bu ishlar sir. Uningga alam qilayotgani mushu. Onaning butun vujudini tavirtayotgan va uni buruqtirmalikqa silib unsiz qoqishlayotgan ishlami mushu. Odamning beshiga har qancha ig'ir ishlar kelsa, shunchalik kelar. Buni singirib etmek osonmi? Bu ishlarning tegi-tegiga yetadiganlar chiqarmi? Shunda qilib Nasir Oxunlar oilasida Gulpamxon, kenji o'g'il Nodam, ota-onasiz qari yetim buvoq Odiljonli qolgan edi. Gulpamxon bu ishki o'limning sirliq taraflarini texi bilmay, cho'nqur qayg'uda qolgan edi. 4-bob. Anvar apandi Axtamboyning uyiga minib ketdi. U o'zinisiga ketgan va oxiri binamniki tutishadigan bu mahallani oralab salmoq qadam tashlab ketib boradi. U go'yo mahallani bugunli ko'rgandek hamma yoqqa qiziqib qaraydi. Mahallaning shimoliy tarafidagi cho'ng o'stan ko'rikidan va mahallaning ichidagi kichikroq o'stan ko'rikidan o'tdi. Mahalladagi dehqonlarning o'stan bo'ylab silingan qing'ir-qiyshiq uylari uningga to'limu illiq bilindi. Hammani qo'rudi degudek mevelik daraxtlar bor. Hech bo'lmaganlarining 2-3 tupdan ochiq o'rigi bor. Mahalla ko'chalarida yosh ko'chatlar, bir necha 10 yillik, hatto asrlik umr ko'rgan qari yog'ochlar, so'gat, ko'k terak, seda, chiqir uzum, majnun tallar nihoyatda quyuq. Mahallaning ichidan o'tadigan o'stanning ichki yoqasidagi dal-daraxtlar texmi quyuq va baraqsan. Bu yeza boshqa yezalarga qaraganda dal-daraxtlarning ko'pligi bilan mashhur bo'lib, yoz kunlari sirtdan qaraganda quyuq jangalliqdek ko'rinadi. Yezining uch tarafi binamliklar bilan o'ralgan. Bu binamliklar qora qayliq, yovi mevelik daraxtlarga to'lgan egiz tog'larga tutishidi. Anvar horbisi potqoqqa petib qolgan bir dehqonning yeniga keldi. O'ruq ot taraslab tegayotgan qamchining zarbasidan qancha kuchsimi harvini qo'zg'atolmas edi. To'xta, otni urma, dedi Anvar erxining qirini ikki puti bilan kerib tashlab turib. Uninggacha yana ikki dehqon kelib yordamlashdi. Anvar buldan chiqib turgan o'qni ko'tardi. Ikki dehqon yon tarafdan harvini olg'a nuridi. Ularning ha-hu deyishib, tang kuchishi bilan harva potqoqdan chiqib ketdi. Barakalloh, rahmat apandim. Hech qisi yo'q. Apandi degan sanga o'xshash bo'lsa, ko'pchilik beshiq elib ko'tirdi seni. Biroq apandimning kiyimlari loy bo'lib ketdi-da. dedi heliqi ikki dehqon kulimsirab. Ular kulishdi. Anvar apandi yo'liga ravon bo'ldi. U kelib yetib, yon ko'chadan ko'rinib turgan binamlikka ko'z tikdi. Suyining shuncha ko'p bo'lganligiga qaramay, bu yezining o'lka yerlari oz, binamlari ko'p. Shunga yomg'ir yeshillik yillari ochliqqa mo'l bo'ladi. Yomg'ir oz yoqqan yillari hosili kam bo'ladi. Bundaq yillari ori ko'rakni qo'ltiqlab qolgan dehqonlar turmush qiymi bilan shaharga ovqat izlab kirib ketdi va o'zi bilan billa yozda tog'dan yig'ib quritib olgan yova olma, o'rik qoqlarini bozorga sotqila aykirdi.
Ba'zi dehqonlar bo'lsa, xonlarga chiqib, zuxongdan yer ostiga tushib ketadi-da, oylabmi yuqoriga chiqolmaydi. Anvar bularni anglagan. Bu odamlar to'g'risida yo'l bo'yi o'ylab ketib boradi. U dastlab nodamni o'yladi. Bechora bola kichikkina turib yetim bo'lib qoldi. Ochliq, muhtojlik azobi tufaylidan maloyliqqa tutildi. Men har qachon qiyinchilik topsammi, uni davrning oq qorisini farq eta oladigan, bo'yniga tushgan sirtmoqni o'zishga jur'at qila oladigan qilib tarbiyalashim kerak. Aksimmangan izga tushirishim kerak. O'z taqdirini o'z qo'liga ola oladigan qilishim kerak. Anvar apandi shundoq o'y-xiyollar bilan Ahtamboyning hovlisiga yiqilib kelmoqda edi. Anvar mahallaning o'ttirisidagi yo'g'on ikki qanotliq, yeshil sirlangan bir qanotida yana kichik eshigi bor. Dugilak temir tutquchliq. Hashamatlik darvoza oldiga kelib to'xtadi. Bu Ahtamboyning darvozasi edi. Darvozaning ishki yiqida quchoq yetmaydigan ishki tub sedi bor edi. Aytishlariga qaraganda uni Ahtamboyning qo'shqar buvisi qo'ygan ekan. Yoz kunlari sida baraqsan bo'lib ketadi va shaxlari takshi chiqib o'sib, dub-dugilak bo'lib ko'rinadi. O'zidan olaqanchilik muobtab o'tkazmaydi. Anvar darvozaning o'ng qanotidagi kichik eshikni ochib, qo'rg'uga kirdi. Uning ko'ziga ang dastlab ostini 1 metr chomisida pishiq ko'k xish bilan qo'pirgan. Kungaga qaratib silingan 5 eg'izliq uy tushdi. Uyning oldi kayni kang peshayvonliq. Oldi kayniga qaragan derizlari qopqoqliq. Qo'roning taskay tarafiga uzun ketgan lapozlar va qo'tallar joylashgan. Boyning menidigan otlari, seg'ib ichidigan siyirlari, qishichi so'yib yeydigan qo'ylari, o'tun yog'ochlari, ko'mirlari, samollari, o't cho'plari, bedilari shu yerda turdi. Uning yanida ishki lapos ostiga qaragan kichik bir eg'izliq uy bo'lib, bu nodamning yotadigan uy. Qo'roning so'l tarafida yana bir necha eg'izliq uylar bor. Bular boshqalar turadigan uy va omborlar. Bu 5 eg'izliq uyning kayni peshoyvini boqqa qaraydi. O'tiridagi uyning oldi kaynida ishki bo'lib, bog' ishki orqali boqqa chiqqili bo'ladi. Bog' nihoyatda cho'ng. Uningda hamma mevalar degidek bor. Har xil sortliq olmalar, nashpitlar, olmutlar, lak, dushash, oq o'rik, mayliq o'rik, shapdullar, yana necha barang uzum bor. Bog'ning cho'risi 22 yog'ochli qilib so'qilgan tom. Tomning ustiga 1 metr chomisida ko'mlashlaydan anjan temi turg'izilgan. Anjan temiga tik va yantu qilib qo'ng'iroq tikanlar sanjib qo'yilgan. Bog'qa aloyidan bir bog'van qaraydi. Ko'zlik mevalarni uyning ostidagi maxsus yasalgan omborda saqlaydi. Bog'ning o'ttirisida to'ruk va garnizlari gullik naqshli qilib yasalgan bir chiroyli shipang bor. Ahtamboy uydan chiqib Anvar bilan ko'rishdi, omonlik so'rashdi va bu yosh o'qituvchini uyga taklif qildi. Ahtamboy Anvarni nurg'un ko'rgan, lekin ozoda paranglashmagan edi. U Varisjon o'qiydigan sinfning tarbiyachisi ekanligini bilatdi. Anvar boyning qini uyga deyishi va qo'li bilan uy tarafni ko'rsatishi bilan 4 bosqichlik palampayni besib peshayvonga chiqdi. O'ttiridagi birinchi uyga kirdi. Bu uy quruqli edi. O'ngga burilib qo'sh eshikka ochiqliq turgan ikkinchi uyga kirdi. Bu uyning kayni temig'i 7 gazlik onar gullik gilam esilgan. Ishki to'gi sandiq qo'yilgan bo'lib, ustiga tovar yotgan. Cho'risiga zig'riq tutilgan uzun yekandozlar egiz qilib tizilgan edi. Taxtayning ustiga liqqida qilib tekmat kigizlar selingan. 3 derazaga beg'irang duxovi parda uzuniga tortilgan bo'lib, taktisiga yo'g'on gullik sopol qochilar, samovar qo'yib qo'yilgan edi.
Eshikning yenidagi bo'longda seriq misdan yasalgan obtuva chilapchi turadi. Qo'ziqlarga bo'lsa patnus va ishki uchiga kashta tikilgan uzun lo'ngilar esib qo'yilgan edi. Anvar Ahtamboyning zo'rlishi bilan yakanda to'qilgan uzun yo'lliq poyandozni besib 3-uyga kirdi. Bu uy 2-uyga qaraganda texmo hashamatlikrak jabduqlar bilan to'lgan bo'lib, qip-qizil cho'qdak edi. Ular uyga kirgandan keyin yana bir qaytim tinchlik so'rashdi. Anvar yakandoz ustida joylashib o'tirgandan keyin Ahtamboyning beshidan oyog'igacha sap soldi. Ahtamboy o'ttiri bo'yliq, chiqir ko'zlik, burnining yo'g'onligi alohida belinib turadigan. Peshonasi tarroq kelgan. Yeshi 50larga berib qolgan bo'lsa-mu, chas soqollariga texi oq sanjimagan odam edi. U uchisiga tik yoqiliq pashmat, beshiga kamchat tomoq kiyib olgan bo'lib, putidagi yak boshliq o'tiki parqirab turadi. U seriq soqolini har 3 kunda bir qitim qirqimi qilib chetiga cho'p qo'ndirmaydi. Shundaqla saharning payzini qo'ldan bermaydi. Har kuni subhi ko'tarilganda boqqa chiqib oylanib yurishni o'ziga odat qilib olgan. Saharning sap havosi odamning zehnini ochidi deydi u doim. Choy tartildi. Choydan keyin hashpash degicha qizi qirg'ovul go'shi besilgan polu tartildi. O'zim qora qo'rsoq bo'lsam-mu, ilm ahlini bak qadrlayman. Anglasam, maktab hisobiga ozroqli o'shri zakot tegibdi. Bizning motivalli to'limi ko'zi kichik odam. Mansurga aytdim. Maktabga yoshi qarimisi bo'lmaydi. Havoda uchirganmi, suvda uzdirganmi, qora ko'saga ajal o'qini bekatganmi, ilm. Alloh taolo yoritishni men yaratdim, yorilish o'zingdan degan. Bu gapning ma'nosi meningcha o'milib mang'amsan, osmonda uchamsan, bu o'zingning ajriga bog'liq deganlik. Bundoq desa, kupurlik bo'lmas deyman. Boy Anvarga yer ostidan qarab qo'ydi. Anvar enkini so'l olqini bilan tirab xiyol surib o'ltiradi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Rostini aytganda, hozirgi dunyoda ilm-fan taraqqiy qilib, bizni to'limi orqada qoldirib qo'ydi. Biz ma'rifchilarning yukimiz shuning uchun eg'ir. Yoshlarni zamonga loyiq qilib tarbiyalashga qiyinchilikmi nihoyatda zo'r. Nima degan zo'rlik bu? Oshpayanga mush beradigan ishkanda? Yaqindan beri ularni kishilarga pek zo'rlik qiladigan bo'lib ketdi deyishyapti. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Rostgan. Qo'y balam, unda hukumat odamlarga behuda chiqilma. Meni oya. Sen undoq degan bilan mutamlikka qandoq chidaydi kishi? Beijing